Assalamualaikum Şərq Türkistonluq əziz qarindaşlar. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən təsdiq qilingan Tor televiziyasının bugünkü xəbər və mülayiza proqramısına xoş gəldinizlər. Mən Fərat Uyğunqaş, albilan həmazlarını yürekdən salamlayman. Muşu vaxtınla xeyirli olsun. Əziz qarindaşlar, tövəndə 9 fevral günüdən bu yan dünyada Uyğurlar münasibətli yüz bergan bəzi mühim hadisələrni sizlərə qısqaça xatırlatıb ötümüz və ondan keyin qısqaça mülayiza anlaysınlar. Növbətdə Amerikada ziyaret bulup atkan Dünya Uyğur Qurultayının reisi Dolqun Eysa efendim bir qancha gündən bu yan bəzi mühim uçuşuş və yig'inlar bo'ldi. 12 günü Qurultay reisi Dolqun Eysa və Qurultay İcra Komissiyasının reisi Ömer Faruk efendiler Amerika Tashqi ishlar ministerligining ziyoratida Tashqi ishlar ministerligidagi bəzi mühim mas'ul xodimlar bilan suhbat qilib bordi və ularga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga yana bəzi konkret talablarni o'tirib qo'ydi. 13 gün Dolqun Eysa efendim Amerika Uyghur Kişi Huquq Quruluşu'nun direktörü Avukat Nuri Tüksel efendimizin hamrohligida Oqsaroyda ziyoratda bo'ldi va Oqsaroyda o'tkazilgan mühim bir yig'inga ishtirok qildi. Shundaqla Oqsaroyning ba'zi munosabatli mas'ul xodimlari bilan ko'rishdi. Dolqun Eysa efendim yana Amerika Diniy e'tiqod erkinligi komissiyasining oliy komissari bilan ayrı uchrashishni berib, Sharq Turkiston musulmonlari uchrayotgan fojialar haqida ma'lumot berdi. 14 gün Dolqun Eysa efendim o'tgan oy Amerika Kongressida Uyghur Kişi Huquq qonun loyihasini turishtirgan Kongress a'zosi Ted Yoho efendim bilan ko'rishib, uning butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirdi. Shundaqla uning Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida ma'lumot berdi. Bundan başqa Dolqun Eysa efendim və Ömer Faruk efendimler Washington Post gazetining markaziy ziyoratlab, gazetining terror tayidi bilan bir soatdan ortiq suhbat qilib bordi. Washington Post gazeti 13 kuni e'lon qilgan terror maqolasida Dolqun Eysa efendimning bayonlariga yer berdi. 16 kuni Amerika Uyghur Birleşmesining maxsus o'g'irlashtirishida Qurultay raisi Dolqun Eysa efendim Washingtonda Uyghur jamoat bilan keng doirada uchrashish suhbati bo'ldi və cemaatning Qurultay və Uyghur davasının navbatdagi vaziyati haqida so'ralgan turli savollarga javob berdi. Bu qatim suhbat yig'inining amaliy ahvolini ayrim diqqatingizga taqdim qilamiz. Turkiya Tashqi ishlar ministerligi 9 fevral kuni bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining 1 milliondan ortiq Uyg'urni jazo lagerlariga so'lganligini qattiq ayblab, buning insoniyat uchun bir buyuk nomus deb bildirdi. Turkiya Tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi Hami Aqsoy 1 milliondan ortiq Uyg'ur turklarining jazo lagerlariga va turmalarga xohlagancha tutilib, tan jazosiga uchrashi va qollasining siyosiy jihatdan yurishi hozir bir maqsadga emas. Biz Xitoy hukumatining Uyg'ur turklarining asosiy haq huquqlarini hurmat qilishini va jazo lagerlarini taqib etishini tashabbus qilamiz dedi. Bu munosabat bilan Dünya Uyghur Qurultayı Türkiye Prezident Mahkemesiga va Türkiye Tashqi ishlar ministerligi maxsus rahmat xati yo'llab, butun Sharq Turkiston xalqi nomidan Türkiye Cumhuriyeti hukumatiga alohida minnatdorlik bildirdi. Turkiyadagi cho'ng o'qituvchi partiyalardan bo'lgan İYİ Partiya boshlig'i Meral Akşener donglik xalq naqshchisi va muzikant Abdurim Heytning Turkiyada davolanishi kerakligini bildirdi. Meral Akşener Hanım 12 fevral seyşembe günü İYİ Partiyasining umumiy yig'inida qilgan so'zda xalq naqshchisi Abdurim Heytning Xitoydagi turida vafot bo'lganligi haqida xabar tarqalganda nihoyatda azoblanganligini, bu uchun qattiq surishtirganligini bildirdi. Meral Hanım keyin Abdurim Heytning tek hayotligi oshkorlangan bo'lsa-mu, biroq uning salomatligining nacharlashib ketganligi haqida ma'lumotlar borligini qilib, men partiya ichidagi gruppa, heyet boshliqlari va parlament a'zolaridan darhol bir heyet tashkillab, hukumatdan talab qilish, hatto zarur bo'lsa, ta Xitoygacha berish orqali uni Turkiyada davolashni qo'lga keltirishni talab qilaman. 20 yıldan bu yan Türkiye'nin tutup duruş o'rinlari deyotgan Uyghur jamoat arbobi Abduqodir Yapchan ustidan 12 gün İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'da sud içildi. Abduqodir Yapchan bu qatim sudda o'zi tutib turilayotgan Tekirdağdagi o'rnidan telekamera orqali qatnashtirildi. Sud jarayonida İstanbul Çağlayan'dagi Adalet Sarayı'nın oldida ayol bo'lib 500 dan ortiq Uyg'ur to'plangan bo'lib, ular qo'llariga oyulduzli ko'k bayroqlarni va Abduqodir Yapchanning suratlarini ko'targan holda Abduqodir Yapchanga erkinlik degandek shiorlarni to'ldi. Oxirida sudchi hukm chiqarib, Abduqodir Yapchanning nazorat ostida turishining davom qilganligini, yana bir qatimliq sudning 2019 yil 5-yanvar 3 kuni ichildiganligini e'lon qildi. Sud so'z qilgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan Xitoyning uni qurolli tashkilot qurgan, terrorlik qilgan degan arziga qarata o'zining undaq jinoyat sodir qilmaganligi, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilinganligi, haqiqiy terrorchining Xitoy ekanligi, o'zining mustaqil Sharq Turkiston uchun kurash qilganligi, Turkiyaning o'zini sababsiz tutib va o'zini darhol qo'yib berish bilan birga fuqarolik berishni talab qilib raddiya berdi.
16 yıldan bu yan Türkiye'de hükümet beşi turbatkan Adalet ve Terakkiyat Partisi Maun Reisi ve bayanatçısı Ömer Çelik Efendi 11. fevral günü akşamı muhbirler bayanat verip Xitayning Uyghur ve başka milletlerge ilip berayotgan siyasetini qabul qilolmaydiganligini, ikki davlat o'rtasidagi jiddiylikni azaltish uchun kuzatuvchilarning Sharq Turkistonga berishiga ruxsat qilishi kerakligini ta'kidladi. Ömer Çelik Efendi bayanatida lager masalasi to'g'risida to'xtalib bundoq dedi. Xitoy hukumati Abdurahimning o'lmaganligi to'g'risida 25 sekundlik bir video tarqatdi. Ammo hozir izlariga yo'q nurg'un odam bor. Bularning ichida olimlar, san'atchilar, Sharq Turkistonlik muhim jamoat arboblar bor. Bularning qayerda ekanligi noma'lum. Yana bir masala, har bir Sharq Turkistonlikning uyiga birdan Xitoy yerlashtirilayotganligi to'g'risida xabarlar kelyapti. Ömer Çelik Efendi'nin 11 fevral akşamındaki bayanatı devlet televiziyası tarafından naq maydonda dağıtıldı. Gerçi Xitoy hukumati Abdurahimning hayotlik haqidagi sınavlığını tarqatib, mazkur xabarning yolg'onligini isbotlashtirishgan bo'lsa-mu, ammo bir necha kundan buyon muhojiratga Uyg'urlar orasida qo'zg'algan "Men bu Uyg'ur" faoliyati Twitter, Facebook qatorli ijtimoiy tarmoqlarda umumlashib, Xitoy hukumati Uyg'urlarning "Bizningmi ota-onalarimiz, urug' tuqqanlarimiz lagerlarga qamaldi. Ularningmi bizga ko'rsat. Ularningmi ahvoldan javob ber" degandek savol so'rabga duch keldi. 10 fevral yakshanba günü Twitter, Facebook, Instagram qatorliqlar boshlangan mening qarindoshlarımning videosini ko'rsatgan mazmundagi "Men bu Uyg'ur" harakati qisqagina 24 soat ichida Amerika Birlashma agentligi, New York vaqti, muhofizatchi Angliya BBC agentligi, Angliya kundalik pochtasi, Washington pochtasi, Turkiya TRT radiosi, Al Arabiy, Hong Kongda chiqadigan Janubiy Xitoy Sahar pochtasi qatorliq bir yurish muhim xalqaro gazet ve axborot agentliklari tomonidan xabar qilindi. Sharq Turkistonning ili oblasidan Qozog'iston ko'chib chiqib o'tiraqlashgan bir guruh yosh qozoq faoliyatchilar tomonidan qurilgan Ota Yurt Fidoyilar nomli tashkilotning faoliyatlari yaqindan buyon diqqat qo'zg'ashga boshladi. Mazkur tashkilotning Xitoyning jazo lagerlaridagi urug' tuqqanlarini qutuldirish bo'yicha Qozog'istonda ilib berayotgan faoliyatlar natijasida lagerlardan bir qism qozoq tutqunlarning qo'yib berilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Ularning orasida qozoqlardan boshqa yana Ossondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Tatar va boshqa millat tutqunlari bor. 12 fevral günü Dünya Uyghur Qurultayı rəhbərləri dünyanın hər yerlərində bir qancha 100 min əzası bolğan Milli Körüş Təşkilatının təkliflən bularning baş ştabını ziyorat qilib, Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati va bundan keyin Xitoyga qarshi hamkorlashib olib boradigan faoliyatlar to'g'risida suhbat bo'ldi. Markaz Germaniyaning Köln shahrida bo'lgan Milliy Körüş Təşkilatı bu yil 2 fevraldan boshlab 11 fevralgacha Yevropa, Shimoliy Amerika, Avstraliya qatorli qit'alardagi 16 dan ortiq davlat, 20 dan ortiq cho'ng shaharlarda ham Turkiyada Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmlarga, bulutma jazo lagerlariga qarshi Dünya Uyghur Qurultayı bilan hamkorlashib, ko'lami zo'r namoyishlarni olib boraydi. Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasining raisi Nancy Pelosi 12 fevral kuni Tibetliklarning Washingtonda o'tkazilgan "Teşekkürler Amerika" nomli yig'inda nutq so'zlab, Xitoyning 1 milliondan Uyg'urni yig'ilish lagerlariga qamashidagi maqsadi uning Tibetga ilib borganidaglar ularni assimilyatsiya qilish ekanligini bildirdi. Uning ilgari surishicha, Amerika Xitoy bilan bo'lgan savdo manfaatini uning dafsandichiligiga sal qarasa, Amerika dunyoda o'zining kishilik huquq masalasidagi axloqiy kuchini yo'qotib qo'ydi. Rossiya boshchiligidagi Sharqiy Yevropa va G'arbiy Yevropadagi bir qism musulmon tashkilotlarining birlashma organi bo'lgan Yevropa musulmonlar munbiri 12 fevral Daniya poytaxti Kopenhagenda yig'in o'tkazib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini muzokara qilgan va uningga aloqador ba'zi qarorlarni ma'qullagan. Ma'lum bo'lishicha, yig'inda Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatining qabul qilinmaydiganligi, mazkur organning bu masala haqida Yevropa ittifoqi va musulmon davlatlar bilan so'zlashib, hay'at tashkillab Uyg'ur rayonida tekshirish ilib berishiga Xitoy hukumatining yo'l qo'yishini talab qilish qatorliq qarorlar ma'qullangan. Bu 2014 yil İspaniyaning Barcelona shahrida qurilgan va Rossiyalik musulmon vakillari xeli zo'r salmoqni egallaydigan mazkur organning tunji qatim Uyg'ur masalasini muzokara qilishdir. Mazkur organning 12 fevral kuni o'tkazgan Kopenhagendagi yig'iniga Dunyo Uyg'ur Qurultayı diniy ishlar komitetining mudiri Turg'unjon Alovning taklif bilan qatnashdi va yig'inda Sharq Turkistonning diniy vaziyati, Xitoyning assimilyatsiya siyosati va lagerlar masalasi haqida doklad berdi. Turg'unjon Alovning bildirishicha, yig'inda Rossiya parlament a'zosi Hoji Murat Umarov bilan Rossiya Federatsiyasining muavin bosh muftisi Damir Muqaddimovich lagerlar masalasini Dumada o'tirib qo'yganligi va Dunyo Uyg'ur Qurultayining vakillarini Moskvaga taklif qilganligini bildirgan. Hürmetli televizyon ko'rguvchilar, yuqorida anglab o'tdinglar. Sizlar anglagan bu xabarlar faqat shu bir hafta ichida xalqaro siyosiy sanlarda Uyg'urlarga munosabatga yuz bergan hodisalarning nihoyatda oz bir qismida hammasini berish imkoniyatimiz yo'q.
Bu bir haftalık hadislar qaraydigan bo'lsak, bu yerda yana Abdurrahim Hayit vaqasidagi bu yerda chet el matbuotlaridagi eng asosli kun tartibi va Uyg'urlarning asosli kun tartibi bu kelganligini ko'rib oldi. Endi bu yerda xuddi chet ellik kuzatuvchilarning aytganidek, mustabid Kommunistik hokimiyatiniki bu Abdurrahim Hayit vaqasi haqida maxsus Abdurrahim Hayit haqida uning hayot kechganligiga doir videoni filmni e'lon qilishlik asosiy maqsadimi Turkiyadagi kun tartibini kontrol qilish, jamoat fikrini kontrol qilishdi va hozir qaraydigan bo'lsak, mustabid Kommunistik hokimiyati bu maqsadiga yetolmadi va har qanday ishning bir ikki tarafi bo'ldi, salbiy va ijobiy tarafi. Bu Abdurrahim Hayit vaqasini keltirgan bir ijobiy ta'sir bo'lsa, mushu hodisadan keyin bu yerda chet ellarda, Finlandiyada istiqomat qilib turayotgan fidokor o'g'illarimiz Xalmurod va boshqa qarindoshlarimiz "Men bu Uyg'ur" degan shior ostida yangi bir guvohlik berish, shoirlikdan o'tish kampaniyasi boshlandi va bu kampaniya nihoyat tez taraqqiy qilib, hozir bu paydinpay Uyg'urlarni olib chet elliklarga, turli millatlarga qarab kengayotdi va buningki matbuot unumi intayin yuqori bo'ldi. Bu shuning uchun aziz qarindoshlar, bu "Men bu Uyg'ur" degan shior ostida başlatilgan bu guvohlikni o'tish, shoirlikni o'tish kampaniyasiga qizg'in ovoz qo'shishimiz kerak va bütün kuchimizla uni texmi yuqori pallaga ko'tarishimiz kerak va bu orqali Kommunistik hokimiyatiga jiddiy bir besim shakllantirishimiz kerak. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bu qatimqi xabar va mulohaza programmamiz mishada oxirlashdi. Keyingi qatimli programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishishga omon bo'ling, xayr xo'sh.